To'y hasham boshlandi deguncha kostyum shim kiyish kerak bo'lsa, mana shunaqa kostyum shim agar sizni xayolingizga kelayotgan bo'lsa, hozir men sizga 3 xil ko'rinish ko'rsataman va bu ko'rinish ko'rgandan keyin fikringiz 100% ga o'zgaradi. Ungacha videoga like bosib, kiyinishni bilmaydigan tanishingizga mana shu videoni jo'natib qo'ying. Birinchi xil obrazni ko'rib turganingizdek, rang jihatidan ham вообще необычный. Agar video davomida sizga ko'rinmayotgan bo'lsa, do'konga kelib kiyib ko'rishingizni maslahat beraman. Shimlardagi strich materiallari kostyumini strichligi sizga ancha komfort beradi. Endi bo'lsa, ikkinchi xil ko'rinish. Endi ikkinchi xil ko'rinish ko'rib turganingizdek, strogiy ranglardan stilli ko'rinishni yasab ko'rsatmoqchi. Ivory ko'yniga, bordoviy galstukka va bordoviy oyoq kiyimga ahamiyat bering. Qulayligingiz birinchi o'rinda. Harakatingizni umuman cheklamaydi, materiali kirchang yig'maydi. Shimlarda strich materiallari ham o'tirib turganingizda harakatingizga ham komfortli bo'ladi. Endi eng qiziqarlisi uchinchi xil ko'rinish. Ko'rib turganingizdek, eng oxirgi ko'rinishimiz komfortli, ham ko'p narsalar bilan moslashtirib kiysangiz bo'ladi. Sababi futbolka bilan ham, ichingizga ko'ynik bilan ham, rangli ko'yniklarni rangini ham o'zgartirib kiysangiz bo'ladi. Oq bilan korичневый kombinatsiyasi eng asal joyi bo'lganda, shimlarni strich materialligicha o'tirib turganingizda ham harakatingizni cheklamaydi. Oyoq kiyimga gapirib bo'lmasa ham bo'ladi. Chunki sababi do'konga kelib buni bitta kiyib ko'rsangiz, aniq ayta olaman sizga yoqadi. Qaysi ko'rinish sizga ko'proq ma'qul keldi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kiyim tanlashda qiynalaman desangiz, Rivaldiga murojaat qilasiz.